Xalq Banki tomonidan mana shu hamroh kredit xalqi krizlar uchun joriy qilinadi. Asosiy shartlari ta'sischilar tarkibida ayollar ulushi 50%dan yuqori bo'lishi kerak. Yuridik shaxslar tashkilotida yakka tartibdagi tadbirkorlar ham ajratiladi. Kreditimizning asosiy sharti kredit muddati loyihani o'zini qoplash davridan chiqib 84 oygacha, imtiyozlari 24 oygacha. Asosiy vosita sotib olish uchun yillik 20%dan, aylanma mablag'ni to'ldirish uchun 21%dan ajratiladi. Kreditni olish uchun nima shartlar bajarish kerak? Kredit olish uchun hozir aytib o'tganimdek, qarz oluvchilar yuridik shaxs yoki yuridik shaxs maqomida ega bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar bo'lishi kerak. Ular tarkibida 50% ayollar qatnashsa bo'ladi. Asosiy ayollar uchun ajratiladigan kredit hamroh.